Pishig'ishli domlardan 3 xonali Marg'ilon shahar gastronomda 18-maktab yonida 2-qavatida 3 xonali kvartira topib berdim akalar. Sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Remontlari yaxshi, mana bu yerda bitta spalniya qilsangiz bo'ladi. Remontlari o'rta hol, plasteronlarni o'rnatib qo'yilgan, o'zini pechkalarigacha qurib qo'yilgan. Mana bu yerda do'stlar bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Mana bu asosiy eshikdan kirishimizga, mana bu koridor, kirishimizga o'ng qo'lda o'zini detskiy qo'yishdan bo'ladi, bitta mehmonxona. Remontlarni vadiy ustalarni qilib, yashashga o'rta hol qilib qo'yishdi. Endi mana bu yerda o'zim vannaxonasi, aristonlarni yangi qo'yib qo'ydim deyilyapti egalari. Bu yerda kladovkasi, o'zini ikkita kladovkasi. Bu tomonda mana oshxona. Narsalarini, hamma yo'qlarini olib chiqib qo'yishgan, dokumentlarini ham tayyor sotishga, shuni pulini to'lov qilasiz-u, notariusdan o'tadi, kelib yashashni boshlaysiz. Bu tomonda mana bitta zal, mana yerda bitta spalniya. Spalniya ham qarang, yaxshi, o'rta hol kelib, bitta oila uchun yashashga sharoitlari zo'r. Manzilimiz Marg'ilon shaharda, gastronomda, 18-maktabning yonida, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor, taxtapollari bo'lgan. Binoyimiz pishig'ishda qurilgan. Xo'p, 2-qavatida 3 xonali gaz, suv, svetini aytdik, hamma sharoitlariga ega. Kelasiz, shunday yashayverasiz. Xo'p, narxini 24.700 ga baholandi. Keling, biz orqali chiqsangiz, yana ham skidka qilib, narxni arzon qilib tushirtirib beramiz.